Bu ko'ylakning asosiy siri yengida. Bu ikkinchi qism. Birinchi qismda ko'ylakni bichilishini to'liq sirlar bilan ko'rsatganman. Bu yengni chiqarish uchun birinchi bo'lib vitichkani o'lchab olamizda, hisobini ikki yondan chiqarib tashlaymiz. Menda mil metodini o'tkazma yengi. Siz o'zingizdagi bor yengdan foydalanishingiz mumkin. Endi tom qismini 3 ga bo'lib, oldi va orqani belgilab qo'yamizda. Tom qismini ham kesiladigan joylarini belgilab qo'yamiz. Endi oshiqcha qismlarini kesib tashlab, tom qismini ham bo'laklarini ajratib olamiz. Hamda tom qismini shunday qilib shu ko'rinishda yoyib chiqamiz. Bu joyi rezinka tortiladigan va ukrasheniya qilinadigan joyi hisoblanadi. Endi shuni chiroyli qilib belgilab qo'yamiz. Markaz chizig'ini ham joyiga belgilab qo'yamiz. Yengni tom qismini proymaga o'rnashadigan joyi ham ozgina zborkada o'rnashadi. Endi yengni uchini o'lchab olamiz va chiqqan summani 3 ga bo'lamiz va unga plus 3 cm pribavka qo'shamiz. Bu zborka uchun. Endi eni 25, bo'yi 50 cm bo'lgan matoni 2 ga buklab, buklov qismidagi burchagidan chiqqan summamizni mana shunday yoy ko'rinishida chizib olamiz. Yarim doira bo'lishi kerak va yengni pirpiragini uzunligini ham 10 yoki 15 cm qilib xohishga ko'ra belgilab kesib olamiz va xuddi shu ko'rinishda joylashtiramiz. Bu yeri yengga zborka bo'lib o'rnashadi. Yengni uzunligini esa ixtiyoriy tarzda boshqaring. Videolarim foydali bo'lsa obuna bo'lib, like bosib keting.